Assalomu alaykum, hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Jizzax va Jizzax shahridan sizga video murojaat yo'llamoqdaman. Video murojaatimning mazmuni shundan iboratki, biz mana shu Jizzax shahar Ulug'bek mahallasi, Qo'shto'l ko'chasi 1-uyda doimiy ro'yxatda 42 yildan beri yashab kelmoqdamiz oila a'zolarim bilan. Biz mana shu uyda yashaganimizda mana shu Haqqul Hurmat 2025-yil 19 fevral kuni Norquziyev Dushodga oldi sotdi shartnoma qilib 50 ming AQSh dollariga sotib olgan. Norquziyev Dushod hozirgi kunda Jizzax shahar Do'stlik mahallasi rais lavozimida ishlab kelmoqda. Norquziyev Dushodning g'ayriqonuniy ishlari bu umuman qonunchilikka to'g'ri kelmaydi, hurmatli Prezident. Bu uyda Norquziyev Dushod hozirgi kunda sotmoqchi bo'lib yuribdi. Bu bo'yicha hozirgi kunda sud jarayonida bo'lmoqda. Sud prosess davom etmoqda, hurmatli Prezident. Biz Norquziyev Dushodni mana shu uyda turli g'ayriqonuniy yo'llar bilan sotmoqchi bo'lyapti. Norquziyev Dushod jinoyat ishlari bo'yicha sudga yozma ravishda ariza ham bergan. Men zarar qoplandi, to'liq zararni oldim, zarar qoplandi deb. Lekin bu arizasiga qaramay Norquziyev Dushod turli har xil fuqarolarni har kuni uyimizga jo'natadi. Uy sotiladi, uy sotiladi. Men shunda odamlarga javobini aytaman. Yo'q, bu uy sotilmaydi, bu uy nizoli deb. Kim sizlarni jo'natdi desam, bizni Norquziyev Dushod jo'natdi. Uyni ko'rib kelinglar, uyni men sotaman. Luboy notariusdan xatlab beraman deb aytibdi Norquziyev Dushod. Norquziyev Dushodda xatti-harakatlarda, hurmatli Prezident, korrupsiya alomatlari bor. Hurmatli Prezident, biz bu bo'yicha Norquziyev Dushodda audio zapislari bilan sudga iltimosnoma ham kiritganmiz. Norquziyev Dushod bu uyni qanday qilib sotadi? Bu uy taqibda turibdi, hurmatli Prezident. Taqibga turmasdan, qaramay Norquziyev Dushod turli g'ayriqonuniy yo'llar bilan xohlagan notariusdan o'tkazib beraman deb, hurmatli Prezident. Bizga amaliy yordam berishingizni so'rayman korrupsiyani yengishda. Norquziyev Dushodda egallab turgan lavozimidan darhol ozod etishingizni so'rayman. Va ushbu hozirgi kunda ko'rilayotgan sud jarayonida delani turizm uniti bilan zudlik bilan tergov surishtiruvga qayta yuborilsin. Norquziyevga ham jinoyat ishi qo'zg'atilsin, hurmatli Prezident. Bu yerda hech qanaqa 50 ming dollarga sotolmagan. Bular shunchaki hiyla qilishyapti bizni. 1 yildan beri bizni oilaviy krizisga uchratib keldi Norquziyev Dushod, Haqqul Hurmat ikkovi. Hurmatli Prezident, bizga juda respublikadan katta mutasaddi rahbarlar kelib bizga amaliy yordam berishsin. Oliy suddan ham odamlar kelishsin, ommaviy axborotdan ham odamlar kelishsin, hurmatli Prezident. Bu Norquziyev Dushod hozirgi kunda qo'lingdan hech narsa ish kelmaydi. Men ish bo'yicha jabrlanuvchiman. Menga hech kim qonuniy chora ko'rmaydi. Bu degani Norquziyev Dushodni men O'zbekistonda qonunlariga bo'ysunmayman. O'zbekistonning qonunlarini bir tenga olmayman degani bu, hurmatli Prezident. Kim o'zi bu Norquziyev Dushod? Kim buni orqasida turibdi? Kim buni krisha qilyapti? Kim buni paddeshga qilyapti? Hokimiyatdanmi yoki boshqa joydanmi, hurmatli Prezident? Bu Norquziyev Dushod hech qanaqa bu uyni sotmagan, o'rtada pul yo'q, hurmatli Prezident. Bular sudlarda chalg'itib, prokuratura organlarini chalg'itib, ichki ishlar organlarini chalg'itib yuribdi bu. Norquziyev Dushodga qonuniy chora ko'rayotgan rahbarlar bormi, hurmatli Prezident? Bu korrupsiya bu, nepotizm bu Norquziyev Dushod. Iltimos sizdan, hurmatli Prezident, Norquziyev Dushodda egallab turgan lavozimdan ozod etib, unga jinoyat ishi ochilishida amaliy yordam so'rayman. Bu uyda bizni uysiz qoldirmoqchi bo'yuribdi. Bizlar bilmaymiz hozir kimlar bilan hangama qo'yibdi, qaysi yo'llar bilan sotmoqchi bo'yuribdi bu uyni Norquziyev Dushod. Haqqul Hurmat bilan Norquziyev tili bir, ikkovini tili bir. Hamma vaqtda sudga billa kelib, billa ketadi. Ikkov gaplashib o'tiradi sudlarda. Hamma vaqtda hech qachon 50 ming dollarga bu uyni sot olmagan Norquziyev Dushod. Bu yerda Norquziyev Dushodda xatti-harakatlarda korrupsiya bor. Bu audio zapislari ham bor. Mana bu yerda menda hujjatlar ham bor. Mana hurmatli Prezident, hamma hujjatlar, mana daliliy ashyoviy hujjatlar bor menda, hurmatli Prezident. Bu Norquziyev Dushodda tergov surishtiruv olib borilsin, dela orqaga qaytarilsin. Bu delada nima hujjat bor, nima hujjat yo'q, hammasini men bilaman, hurmatli Prezident. Men o'zim hamma hujjatlarni ilova qilganman jinoyat sudlariga, tergovlarda. Faqat iltimos, hurmatli Prezident, bizga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Norquziyev Dushod bu uyda turli korrupsiya yo'llari bilan sotmoqchi bo'lyapti. Menda audio zapislari ham turibdi, hurmatli Prezident. Kerak bo'lsa o'sha organlarga isbot dalili bilan qilib beraman. Qanday qilib bu
zarar qoplandi, men mulkka da'vo qilmayman deb yozib beryapti-da, yana arqa o'rotdan uyni sotmoqchi bo'lyapti. Bu qonunga zid ishki, hurmatli prezident. Bu uyni qanday qilib Norqo'ziyev sotmoqchi bo'lyapti? Taqibda turibdi bu. Taqib urilgan. Qaysi notarni nazarda tutdi bu, gapirdi? Qaysi kadastrni nazarda tutib gapirdi? Значит, bu Norqo'ziyev Dilshodda ishonch odamlari bor. Ishonch odamlari bor notarsda ham, hokimiyatda ham ishonch odamlari bor buni. Buni kadastrda ham odamlari bor. Iltimos, hurmatli prezident, korrupsiyani oldini olishda menga o'z hissangizni qo'shsangiz, menga yordam bersangiz. Biz 1 yildan beri oilaviy krizisga uchrab keldik, hurmatli prezident. Hozir mana men bolalarim mana hozir ta'lim ololmayapti bu yerda. Uy notinch, dars qilolmayapti meni bolalarim. Hali voyaga yetmagan. Oilam ketaman deyapti, oilam buzilish arafasida. Mana shu bitta mutasaddi rahbar Norqo'ziyev Dilshodni deb bizlar mana shu 1 yildan beri sarson sargardon bo'libmiz. Sudlar ham shuni yonini olyapti, fuqarolik sudyalar ham. Hukumatni ham shularning nomiga chiqarib berib, hurmatli prezident. Korrupsiyani oldini olishda menga yordam bering, iltimos, hurmatli prezident. Sizdan amaliy yordam ko'rib qolaman. Vazirliklar, senatorlar, Tanzila Narbayevna, prezident administratsiyasi, Saida Mirziyoyeva bizga amaliy yordam bering. Bizlar oilaviy krizisga uchraganmiz, hurmatli prezident. Yordam berishingizni so'rayman. Rahmat.